15 yil yoki undan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan shaxslar kelgusida o'zini jazo muddatini o'tab bo'lgandan so'ng ularning sudlanganlik holati olib tashlanishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga ko'ra, agar ozodlikdan mahrum qilingan shaxs o'zini jazo muddatini o'tab bo'lganidan so'ng unga nisbatan ma'muriy yoki intizomiy ta'sir choralari qo'llanilmagan bo'lsa, fuqarolarning o'zini boshqarish organlari, jamoat birlashmalari, jamoa yoki jazoni o'tab bo'lgan shaxsning sudga kiritgan iltimosnomasiga asosan sudlanganlik holatini olib tashlashi mumkin. Buni sharti shundan iboratki, o'talgan muddatning yarmi o'tishi kerak bo'ladi. Misol uchun, 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan shaxs jazo muddatini o'tab bo'lgandan keyin uni sudlanganlik holatini olib tashlash uchun 3,5 yil vaqt o'tishi kerak bo'ladi. Shundagina shaxs o'z sudlanganlik holatini olib tashlash bo'yicha iltimosnoma kirita oladi. Sudlanganlik holatini olib tashlashning o'ziga xos ijobiy tomoni shundan iboratki, sudlangan shaxs endilikda sudlanmagan hisoblanadi va unga nisbatan qo'llanilgan barcha huquqiy oqibatlar bartaraf etiladi, ya'ni bekor bo'ladi.